Mashinamda o'zi yura olmayapman. Pravasi ham yo'q, dokumenti ham yo'q. Chiqyapti, boryapti, avariya qilyapti, ketidan boshqa odamlar jabrlanyapti-da, to'g'risi. Bu mashina bori sekin mashina emas, men tan olaman, tez mashina. Lekin biz ham borib poyga o'ynasa ham, maxsus joylarga borib o'ynaymiz. Mana bunaqa joylarda turib olib, gonka qilib turib, kimnidir urib qo'yib, nimadir narsa qilib qo'yib, iltimos qilaman yana bir bor ota-onalarga, bolanglarga mashina bermanglar. Pravasi yo'qmi, dokumenti yo'qmi, haydamasin mashinani. Kechki holat sizlarga dars bo'lsin, akalar. To'g'risida o'sha YPX xodimining ham 3 ta bolasi bor ekanda. Undan keyin yana boshqa avariya bo'lyapti-da ketidan. Qachon biz ham bundoq spokойно yuraylik, biz ham bundoq uyimga borgunimcha ham bor 10-15 ta redga tushyapman-da. Xalq ham kattalar, yosh kattalar ham bir bemalol uyga kiradigan darajaga boraylik, iltimos. Bolalaringizga yana bir bor aytaman. Dokumenti bo'lmasa, pravalari bo'lmasa, mashina bermanglar, undan ko'ra yaxshi o'qishga beringlar, sportga beringlar. Oxirgi gapim shu. Hammaga rahmat, sog' bo'ling.